klinik holatni aytib bermoqchiman. Bemorda bir necha yildan buyon kamqonlik bor. Tekshiruvni umuman xohlamaydi. Klinik jihatdan belgilari bor. Haqiqatan ham shilliq qavatlari oqimtir, soch to'kilishi, kesak yegisi kelar ekan. Tekshiruvlarda masalan temir, ferritin, hatto gemoglobinni tekshirishni ham xohlamaydi. Shunday holatlar uchrab turadi. Mana shunaqa holatda men temir miqdori nisbatan kam bo'lgan preparatlarni buyuraman. Ham vitamini ham bor. Natafer tabletkadan foydalandim. 33 mg temiri bor, vitaminlari bor. Yana bir preparat Ferraglob. Tarkibida ham amino kislotasi bor, ham ruhi bor, ham temiri bor, ham vitaminlari bor. Ruh so'rilishni yaxshilaydi, amino kislota oqsil sintezida ishtirok etadi, vitaminlar jarayonini tezlashtirib beradi. Temir esa gemoglobinning asosiy moddasi hisoblanadi. Ayniqsa Ferraglob haqida gapirmoqchiman. Shaxsan o'zimning praktikamda 20 kun davomida 10 ml dan 2 mahal qabul qilganda gemoglobinni 30 gram litrga ko'tarib bera olgan. E'tiborlaringiz uchun rahmat.